Assalamu alaykum, hörmətli qarindoshlar, yaxşımısınızlar? Bugün 2023 yılı 3 dekabr yakshanba kech. Bugün mən tövəndəki məzmunlarını diqqətinizə sunumun. Aldı bilan Amerikanın iqtisadi. Amerikanın iqtisadi bu yılın başında bəzi iqtisadşünaslar paraz qilgandakidək nachar holat emas, nisbatan yaxshi holatda bu yilni xuloslash oldida turdi. Ya'ni o'tgan yilning boshlaridan tortib hozirga qadar Amerikaning Markaziy bankisi o'simni 10 qatim o'stirdi. Jeremy Powell, yani Merkezi Bankası'nın başlığı Jeremy Powell efendi, ötken cuma günü bu kıtım yani 12. 13. dekabra içildiğin yığında Merkezi Bankası'nın qarmağıdaki The Fed Open Market Committee deydi. Merkezi Açık Bazar Komiteti, yani bu komitetin azaları şu ösümünü östürüş, düşürüş hakkında karar çıkarışıdı. Mana bularninki 12. 13. dekabrda içildiğin yığınıda bular qaragan çağda ösümünü östəməydiğandək signalını beriyatdı. Jeremy Powell efendi aşınaraq signalını verdi. Yani bu kişi Amerikanın Xəzina ministri Janet Yellen xanımı ötkəndə kəlgən xulasını yana bir qıtım müayinləşdirdi. Dedi ki, Amerikanın iqtisadi, deməkçi ki, Amerikanın iqtisadi bir xil yumşaq qonuş holatda turvatıdı. Yani bu deganlik 10 qatim gerçi ösümünü östəgən bolsaqmı pul pahalılığını tizginləş üçün. Amma işsizlik artmadı, işsizlik nisbati düşdü deb. Agar iqtisodiy ko'rsatkichlarga qaraydigan bo'lsak, o'tgan fasllik Amerikaning iqtisodi yiliga 4.9%lik suratda oshdi. Pul pahalılığı 4%dan tuvan, ya'ni 3.2%. İşsizlik nisbati 3.9%, her iki ko'rsatkich 4%dan tuvan. Odatda işsizlik nisbati 2-3% atrofida bo'lsa, pul pahalılığı 2-3% atrofida bo'lsa, iqtisod nəhayət, yəni milliy daromad ishib maqsa, iqtisod nəhayət yaxshi holatda bo'lgan bo'ladi degan gap. Pul pahalılığını tizginlash uchun ko'rilgan tadbir, yani o'simni o'stirish orqali ko'rilgan bu tadbir nəhayət unumli holda o'zining rolini ko'rsatganligi uchun bu qitim Markaziy bankning boshlig'i mana bu qitim hamda biz o'simni o'stamaymiz degandek signalni beryapti. Yaqindan bu yanqi pay chekining o'sishi, SP 500 ko'rsatkichga o'sish mana shunday qilib parazlarninki yaqinda chiqqan sonliq iqtisodiy sonliq ma'lumotlarninki, statistik ma'lumotlarninki ham mandaq cho'ng qaror chiqaradigan odamlarninki gaplarining ta'siriga uchrayotdi degan. Ya'ni reallikni bilsak, Amerikaning iqtisodi dunyodagi butun mamlakatlarning yakka mamlakatlarning iqtisodiylashish turgan vaqtda haqiqatan intayin yaxshi holatda. Ham iqtisodshunoslar 2024-yildagi Amerikaning iqtisodiga nisbatan umidvorlik pozitsiyada tutyapti. Bu nimadan derak ko'rdi desa, Markaziy banka o'sim o'stirishni balkim endi to'xtatishi mumkin. Kelar yildan başlardan başlap, ikinci aylardan başlap ösümünü kesiş mümkün deydi. Ösümünü kesdi degen gap, obrutqa nurg'un pul iqib kirdi degen gap. Iqtisodga nurg'un pul iqib kirdi degen. Nimishqa? Bu chaqda qarz elishning, ya'ni o'sim degan qarz elishning bahasi. Baha tushgan vaqtda, ya'ni qarz elishning bahasi tushgan vaqtda qarz oldigan odamlar ko'p bo'ldi. Bu odamlar aholilardan tarkib topdi, shirkatlardan tarkib topdi va ba'zi hukumat tarmoqlaridan tarkib topdi degan gap. Yani hükümet tarmaqlarının ki puhralarının paravalığını yaxşılaş üçün nurgun sahələrə ajırtıdığan bazı bir maliyyə türləri oldu. O həmişə bacdan kirgan kirim bilan təminlənib getənməydi. Şuna baxanda hükümet tarmaqlarına bazı qəzləşə doğru gəldi. Ahalilər üçün öy satılış üçün, maşina satılış üçün, yəni öy və maşina bu bahası yuquraq uzunğa chidaydigan tovarlar. Yani onundan başqa har xil mulozimatlarga ehtiyoj bo'ladi. Degan o'xshash shirkatlarninki muayyan turlari oldu. Ijro qilmoqchi bo'lgan kashfiyotlar bo'ladi. Uni tovarga yoki muayyan mahsulotga aylantirish uchun bular pulga ehtiyoj bo'ladi. Bunda vaqtda o'sim nisbati tuvan bo'lgan vaqtda bularga nisbatan bir xil insentiv, nisbatan rag'bat bo'ladi degan gap. Ya'ni ular tuvan o'simdagi qarzni ilib ishlab chiqarishni kengaytirdi, tijoratni kengaytirdi degan gap. Bunda bo'lgan vaqtda nima bo'ldi? Bunda bo'lgan vaqtda bir xil iqtisod qayta gulnish vaziyati borlik keldi. 2020-yildagi dastlabki mart
aylarida go deymi, mart yoki may aylarida keliksyarimda men Harvardningki iqtisodshunasi Kenneth Rogoffning degan mundaq bir gapini degan. Bu qadimliq vaba, shu chaqda vaba yamrashqa boshlagan. Amerikaning iqtisodiga emas, dunyoning iqtisodiga nisbatan aytgan vaqtda intayin cho'ng ajallik bir zarba bo'ladi. Nomratliqni oshirib o'tadi dunyoga qiyosda, shundaroq bo'ldi. Ammo Amerikaning iqtisodini xuddi 1920-yilda yuz bergan iqtisodiy bo'hrondagidek ashunday bir holatga keltirib o'tadi. Ya'ni 2007-2008 yuz bergan pul muomala krizisidan yuqoriroq, ashundan xavfliroq bo'lgan bir xil iqtisodiy ahvolni barliq keltirib o'tadi degan. Lekin ahvol unday bo'lmadi. Amerikaning iqtisodi nihoyatda tezla o'zini o'ngishib oldi. Ya'ni men shu vaqtlarda so'zlagan vaqtda L shakllik, U shakllik mushunaq bir jarayonlarni besib tushiradigan K shakllik mushunaq jarayonlarni besib o'tkazadigan iqtisodchilarning har xil farazlarini shu chaqda men bir so'zlab bergan, agar ko'pchilikningki esida bo'lsa. Xo'sh. Umuman aytgan vaqtda Amerikaning iqtisodi hozir nisbatan yaxshi holatda. Dekabr oyi hozir Amerikada bayram tusiga kirishga boshladi, yangi yil deganga o'xshash. Kishilar pul xajlaydi, garchi ba'zilar hukumatningki vabo mazgilida taqatgan pulininki pullar asosida xajlanib bo'ldi. Kishilarning qo'lida jiq pul yo'q desimi, ya'ni u shakl yoki bu shakl bilan ya'ni kishilar ishaqi yuqroq hozir sharoitda bayramlik pullarni xajlaydi. Qaragan chog'da Amerikada yana kishilarning setilish kuchi xeyli bor degan gap. Shuna 2024-yillik iqtisodga nisbatan aytgan vaqtda hozir kishilar nisbatan umidvor pozitsiyada turibdi. Pul muomala bozorida ko'tarilish bo'ladi degan farazlarni ham qilishyapti. Menimcha buning muayyan obyektiv asosi bor. Xo'sh. Bu Amerikaning umumiy iqtisodiy ahvoli to'g'risida endi men sizlarga Amerikaning o'yimlik bozoridagi ahvol va 30 yillik mortgage tuzumi haqida qisqacha bir so'zlab beray. Hozir Amerikaning o'yimlik bozoriga qaraydigan bo'lsak, ahvol bundoq. Mushu 3 yil ichida Amerikaning uy bozorida, o'yimlik bozorida har uylarning o'tirish bahosining o'sishi 40% bo'lgan. Ya'ni bu 3 yildan burun uy sotib olgan kishilarga nisbatan aytgan vaqtda o chaqda o'sim to'van. Ya'ni mortgage deb qo'yamiz. Mortgage degan atalg'uning nimaligini men pul muomala bozoriga mablag' sirish degan kitobimda men yozgan. Mortgage degan o'yilish uchun bankdan oladigan qarzning atilishi hamda inglizcha gap u. Ya'ni o'yilish uchun oladigan qarzga to'laydigan o'sim nisbati degan gap. Mortgage degan shu. Bu o'yalgan vaqtda kishilar masalan o'yalgan vaqtda bir adam so'zlashib o'zi yaxshi ko'rgan o'yini olaman degan vaqtda, ya'ni o'yalgan vaqtda har xil ahvolga qaraydigan gap qo'y, rayonga qaraydigan gap, qatnash transportga qaraydigan gap, andan ijtimoiy muqimlikqa qaraydigan gap, masalan jinoyatning sodir bo'lish ahvoli, andan shu rayondagi o'ylarning umumiy bahosi, ularning keyingi eshish yoki tushish yuzlanishi, nopusning ortishi yoki kemish, aniki maktab deganga o'xshash agar aholisi bor odamlar bo'lsa, shularga qaraydigan gap. Bu uy mulk bozori hozir mana shunday ahvolga qarab uy sotib oldik. Uy sotib olgan vaqtda kishilar yandan hammani chiqib naqd chiqara oladigan odam nihoyat oz bo'ladi. Nurg'un odam bankka qo'yib qarz oladigan gap. Qarz olgan vaqtda bankka u qarzga iltimos qilgan odamning xizmatini, kirimini, bankka omonat pulini, ama shu bankda yig'ilgan omonat yig'ilgan pulninki kelish manbasini, necha yillik tarixini bu tekshiradi. Tekshirib, bu qonunlik yo'sinda yig'ilgan, ishlab topgan shunday bir pullar bo'lgan vaqtda uni muayyanlashtirgandan keyin shunga qarab turib, bu odamning bundan keyingi maoshining, kirimining ishiga qarab turib, manchilik pul bizdan qarz beramaymiz deydi. Men shu leksiyalarda kredit kart to'g'risida so'zlab berdim. Kredit nomerlari, ya'ni inovatli kartochkalar, ularning nimaligi, ulardagi nomerlarning ifodalaydigan ma'nolari haqida men shu kanalimda so'zlab berdim. Endi shu inovatli kartochka ishlatgan kishilarningki, shu kartochka nomerininki, masalan, nomer qo'ydi-ku. Yuqori tubanligiga qarab turib, bu odam ishonchlikka yoki ishonchsizga qarz bergan vaqtda qanchalik
qanchalik qarz berish masalasida, qancha % qarz berish masalasida bankka o'ylashni. Ya'ni bu odamning krediti yaxshi bo'lsa, nomeri yuqoriroq bo'lsa, jiqroq buni qarz berish mumkin. Chunki bu ishonchli ekan, bu gapida turdi ekan deb. Anandan keyin to'varak nisbatda, masalan, 4.25% bo'lsa, to'varak nisbatda qarz berish mumkin. Hozir Amerikaning uy bozorida uyning bahası yani 3 yıl burun setib algan adamlarga nisbatan bir xil payliq vaziyat barliq keldi. Chunki ularning uyning bahası oshdi degan gap. O'tir hisobdan 40% oshdi. Ammo o'simni qayta o'tkazish, uni qatim o'stirish natijasida bu hamma sohaga ta'sir ko'rsatdi. Mortgage-ga ta'sir ko'rsatdi. Mortgage loan, ya'ni uy setilish uchun olgan qarzga. Bu o'sim nisbati 7% dan yuqori bo'lib ketdi. Hozir shunaqa bo'lganligi uchun Amerikaning uy bozorida shakllangan ahvol nima desa, uy qis, yangi silinayotgan uylar qis. Ya'ni bozorda o'tgan yilga qaragan vaqtda hozir setish chiqarilgan uylarning soni 20% azayib ketgan gap. Bu yil shu setilgan uylarning soni o'tgan yilga qaragan vaqtda 15% azayib ketgan gap. Ya'ni Amerikaning uy mulk bozorida bu ahvol gavjum bo'layotgan gap. Bir tarafdan uy sotaman deydigan odam az, yoki setilgan uy az, yana bir tarafdan uy olaman deydigan odam talab qilib bor, o'sim yuqori bo'lsin. Ya'ni mortgage yuqori bo'lsin, uy olamiz deydigan bir mushtaq bir talab yuqori. Unda bo'lgandan keyin uyning bahasi oshmay nima bo'ladi, hechmi deganda bu tuvallamaydi degan gap. Atlarning so'zi va Uyg'urlarda nima desa, yer degan oltin qo'ziq deb kishilar uy setib olgan vaqtda har xil ehtimollarni o'ylab setib oldi. Men yuqorida aytgandek qatnash transport, shu rayonning bexatarligi, ananiki maktab, sayya ishlari dedim-ku, undan sirt yana yeri va uymi u? Binoning ichidagi uymi yoki muayyan bir necha gektar yeri va uymi? Shaharning chetidami, shaharga yaqinmi degan o'xshash nurg'un omillar. Bularning hammasi bahoga ta'sir ko'rsatadi degan gap. Ya'ni uyning bahosiga ta'sir ko'rsatadigan gap. Mayli nima bo'lishidan qat'iy nazar, uyga olish Amerika tushininki reallik qoyilishning bir namoyandasi. Mana kitobimda bir maqolamda bor. Mana eglik tiklash melodiyasi degan kitobimda men mush to'g'ri so'zlab o'tdim Amerika tushining nimaligi haqida. Maddi jihatni aytgan vaqtda shu uyning bo'lishi Amerika tushining bir namoyandasi. Shunga Amerika tushining emas, bir insonning bir menimcha bir arzusi tushi bo'lishi kerak. Bu nima deganda o'z oldiga xos, mustaqil, xosligi va xususiyligi bor bir uy makonga ega bo'lish bu nihoyatda yaxshi sharafli ish bu. Ammo odamlarning iqtisodiy qudrati o'xshamaydi. O'xshamaganligi uchun qanday qildi? Nurg'unlari bularning ichida har kasblarni qilganlar bor. Doktorlar bor, advokatlar bor, amaldorlar bor, masalan, parlament a'zolari bor deymiz. Amerikaning shahar boshliqlari hammasininki bankdan har xil diniy iqimdagi kishilar bor, har xil e'tiqodga ishongan odamlar bor. Chunki yakka shaxsningki moddiy qudrati cheklik. Shuning uchun bular bankka bordi, pul qazildi. U bankka pul qazildingiz degan gap siz uning pul qog'ozi haqning narsani ishlab turganligingiz uchun uning to'laydigan haqqingiz bo'ldi degan gap. Ya'ni bu o'sim bo'lib ifodalandi. Bank degan shunday organ asli shu emasmi? Ya'ni omonat qazi va omonat puli odamlarning pulini, ortiq puli odamlarning, zapas puli odamlarning pulini saqlab berib, uning azroq o'sim berish orqali birinchisi bexatarlik masalasi va bexatar bo'ldi bankka tursa, kuyib ketmaydi, haq o'g'irlab olmaydi, buzilib ketmaydi degan gap. Xatar olmaydi degan gap. Yani uyda naqd pul saqlagan odam muayyan jamiyatda muayyan o'g'rilarning, bulanchilarning nuqtasiga aylanib qolishi mumkin. Shunday anandan keyin uningga o'sim chiqadi, az to'la o'sim chiqadi degan gap. Shundaq shirkatlar deymiz, odamlar deymiz, aholilar deymiz, pulni bankka qo'ydi. Anandan keyin bankka yana o'xshamagan odam, yaxshi o'xshamagan shirkatda pulga ehtiyoji bor, mablag'ga ehtiyoji bor odamlarga, yangidan tijorat boshlayman, yangidan eglik tayim degan odamlarga, uy setib olaman degan odamlarga qisqa muddatlik masalamni hal qilaman, masalan, mashina olaman, mashina ilib, anandan keyin yangi xizmat topib, yaxshi xizmat topaman deydigan odamlarga qulaylik yaratib berdi degan gap. Shuning uchun ma'lum % u haq oladi. U tegishli ish.
No free food in the world deydi iqtisodshunaslar. Dunyoda bekorlik tamoq yo'q. Endi aşı pulni, aşı siz bankdan olgan banka aşı pulni nurg'un odamlarga ta'minlaydi emasmi? Ta'minlagandan keyin qarz berib. Qarz bergandan keyin u odamlar shu uyning mortgajini to'layman deb ishlaydigan gap, tirishadigan gap, qarzni tugataman deydigan gap. Chunki qarz degan gap uyning qarz degan gap shu to'g'risidagi beshingizni ustida esilgan tugmantejga o'xshaydi degan gap. Ya'ni shuni to'lab maqmasangiz yoki to'y qarzni to'lab bo'lmasangiz, öy siz ta shu qarzningki ham to'lab bo'lmoqchi, bankining ig'darchiligida bo'ldi degan gap. Shu qarzni to'lab bo'lgandan keyin banka pulni to'lab bo'lding deydi. Ada juda bo'lasiz. Anikin faqat sizga qoldig'ini uyning 100%lik huquq bo'ldi, ig'darchilik huquq bo'ldi, sizning xususiy mulkingizga aylandi. Anandan keyin uyninki salomat uyning sug'urtasini o cho'qim elishingiz kerak. Masalan, tok tabiiy nima, o't apti bu deganda nima qilish uchun onu cho'qim elishingiz kerak. Faqatlam uyninki shu uy sug'urtasi va mal mulk bo'yicha property tax deganda onu to'laydigan gap. Uyninki qiymatiga qarab turib bu odatda ish bo'ladi, property tax degan gap. Ya'ni butun qarzni to'lab bo'lsangizmi, property mulk bo'yicha cho'qim to'laydigan gap Amerikadan. Kam deganda bizning shtat shundoq. Anglasam ba'zi shtatlarning ba'zi rayonlarida ma'lum yoshdan yuqori 65 yosh yuqori odamlarga mulk bo'yicha topshirmasin bo'ladi deb anladim. Qanchalik rostini o'qimadim men, ko'rmadim, anladim haqlardan. Xo'sh, endi fursatli bo'lsa, azroq ishonch bo'lsa, keyinga tashlab qo'ygan pul bo'lsa, uy olish kerak. Bu uy degan mulk, equity yo'lida degan gap. Yani bütün uyingizning qimmatini bozorga selib, banka to'laydigan qarzlaringizni yandırib o'tib qarasangiz, ma'lum vaqtdan keyin qo'lingizga muayyan pul qoladi degan gap. Shunga bu o'zingizning bir uy bo'lishi aytib muhimmish. Bu uy kishilarningki shaxsiy uyininki, o'ziga xos uyining bo'lishini har xil omillar kapolatlik qildi. Birisi shu odamning o'zininki moddiy qudrati. Endi u maosh bilan keladigan maoshdan kirgan kirim bilan bir vaqtning o'zidan chiqarib bo'lmaydi. Tijorat qilgan odamlarning hammasi tijorat qilmaydi. Shunaqmi? Shundan keyin bankdan qarz olgan, bankning har xil qarz shartlari bo'ladi. Masalan, qarzni 5 yillik berma, dastlabda 3% o'sim to'laysa, 5 yildan keyin bozorga qarab, o'simga qarab turib o'sim to'laysan deb, uni adjustable mortgage deydi. Bu qarz berish usuli 2007-2008 yildagi Amerika yuz bergan pul muomala krizisi mazgilida asosan jiq ishlatilmaydigan bo'ldi. Ammo bu 30 yillik qarz beradigan ish eng gavdlik umumyuzlik bir qarz beradigan ish. Buning o'zgarishlik, ortiqchiligi va ba'zi bir yetarliliklar bor ekan, buni so'zlab o'tay. Kishilar, ya'ni shu uy mulk bozoriga diqqat qiladigan, mortgagening tarixiga diqqat qiladigan iqtisodiy tarixshunoslarning deyishicha, Amerikada barliq kelgan 30 yillik mortgage hodisasi hozir tuzilib ketdi-ku bu. Bu bir xil tarixiy tasodifiylik deydi. Qanday? İqtisadi böhran 1929 yılı Amerikada yüz berdi, bir neçə il davamlaşdı. Onundan burun Amerikalıqlar öy setib almazsa banka bir qarz alsa, banka olağı 10 yıl yoki 10 yıldan tövən berdi ki, 10 yıldan chiqib bermaydi ki. Çünki 10 yıl jarayonida nurg'un ishlar bo'lishi mumkin. Banka pulni kishilarga qarz berib atsa, 10 yil jarayonida u odam yo'qolib ketsa, g'oyib bo'lib ketsa, ololmaydigan gap. U 30-yillardagi vaziyatga o'xshamaydi. Kishilarning salohiyatini bilish, iz qo'llab tekshirish deganning o'zi alomat ta'sish. Shunaqmi? Ham iqtisodiy böhran yuz bergan vaqtda nurg'un odam shu vaqtda xizmatlarni yo'qotib qo'ygan va 10% odam, 10% atrofida odam uyini yo'qotib qo'ygan, banka tatib olgan. Chunki shu chaqdagi sharoitda 10 yil eng qo'ygan chaqda 10 yil qarz bergan banka, anandan keyin talab vakan san har oyda 10 yil buning o'simini to'laysa, dirini, masalan, mendan 100 ming dollar qarz olgan bo'lsam, o chaqda 100 ming dollar balki necha milliondan yuqori hozirgi. Manchi 100 ming dollar qarz olgan bo'lsam, buni 10 yildan keyin 10 yil to'laysan deydi ekan. 10 yili bu odam uni biraqlam 100 ming dollarni chiqara oladigan odam jiq bo'lmaganlikdan ular yana qanday qildi ekan desa, yana bankaga bog'lanib qoldi ekan. Bankaga bog'lanib, yana ularni yangi qarz olishga to'g'ri keldi ekan.
Shu vaqtda mushu xil ahvol yuz bergandan keyin 10% ortiq odam, taxminan 10% ortiq odam uydan ayrilib qolgandan keyin markaziy hukumat mana xil ahvol chorini o'ylab topadi ekan. Ya'ni hukumatningki funksiyasi nima? Hukumatning funksiyasi xalq uchun rasmiy xizmat qilish. Shunga eliq gap by the people, for the people deydigan. Xalq uchun, xalq tarafidan qurilgan deganga o'xshash. Shuning bilan bular uy ağaçlar, uy egillarininki qarz kooperativini qurib chiqadi ekan. Buni qurib chiqib, ilqi bankalarga to'lanmagan qarzlarni o'ylab olib, banka tatib olgan. Shu o'ylarninki qarzlarini hukumat zoim taqdish orqali o'zi setib olib, anandan keyin bu qarzni nemiga xususiy mablag' soqchilarga setib beradi ekan. Private investorsga. Bu private investors yani xususiy mablag' soqchilar onu nima ish qiladi? Chunki uning keynida hukumat bor. Hukumat yana shu vaqtda markaziy uy boshqarish idorasini qurib chiqqan gap. Federal Housing Administration. Bu idora nima ish qilgan gap desa, xususiy mablag' soqchilarga sen qarzni, uyning qarzini setib olding, uning mablag' solding. Senin ziyan uçarıp ketmesinin için biz seni sug'urta bilan ta'minlaymiz degan gap. Aning keyin hukumat bo'lgandan keyin mablag' soqchilar qo'rqmaysiz deb bilishgan gap. Xo'sh. Amerikadagi 30 yillik bu mortgage tuzumi 1960-yilga kelgan vaqtda rasmiy tiklanib, andan keyin rivojlanib, hozirgi musholatga kelgan gap. Jay Bail deydigan bir narsa bu askariy xodimlarga qartilgan ekan. Ayni vaqtda Ikkinchi dunyo urushidan keyin, Koreya urushidan keyin bu qaytib kelgan askarlarga hayot qolganlarga nisbatan aytgan vaqtda ularning turalg'u masalasi, o'qish masalasida hukumat jiq yo'lagan ekan, shunday qilishga keraklik, shundaqmi? Vatan deb qon to'kkan, badal bergan odamlarga nisbatan shunday qilish kerak. Shu vaqtda uy mulk bozorida nisbatan adamlarning uy bo'lishi kerak deb hukumatning qo'llash siyosati ham muhim rol o'ynagan gap. Bunda aytilgan vaqtda bu Amerikaning 30 yillik qarz berish, uy sotib oluvchilarga qarz berish siyosatining qo'llovchisi, aralashuvchisi, kaynatuvchisi hukumat degan, markaziy hukumat degan gap. Mana shu bundaq bo'lganlikdan Amerikada bu tuzum barbara taraqqiy qilib, mandaq bir ishlar chiqqan gap. Ya'ni 30 yillik bankdan qarz olsang bo'ldi, o'sim yuqori chaqda qarz olib qolsang, bazada o'sim tuvalgan vaqtda mortgage rate nisbati tuvalgan vaqtda uni qaytadan qarz olsang bo'ldi degan refinance qilib deb. Ya'ni necha ming dollar mulozimat haqi to'laydigan gap buning uchun. Ammo sizningki 6% dan olgan 30 yillik qarzingizni siz 3 yildan keyin bozorda ahvol o'zgarish bo'lgan vaqtda, o'sim tushgan vaqtda 3% tushib qolsa, yo 4% tushib qolsa, siz shuni yana 30 yillikni 3 yildagi 27 yil qoldingizmi? 27 yillikni siz yana o'simni 3% ga tushirib qiysangiz bo'ladi deb. Yana bu chaqda qarz oluvchilarga bankdan qarz olib o'y sotib olishlarga nisbatan bu xil ahvol foydali bir holatni shakllantirgan gap. Shunga pul paxalligi o'sgan vaqtda, pul paxalligi bo'lgan vaqtda qarz beruvchilar ziyon tortib, qarz oluvchilar foydali vaziyat shakllangan gap. Pul paxalligi tushgan vaqtda, ya'ni o'sim nisbati tushgan vaqtda uy sotib olishlarga nisbatan foydali vaziyat tushgan, foydali ahvol bo'lgan gap. Ya'ni nima desa, bular to'van o'sim bilan banka to'laydigan o'simni qimmatini tushiradigan, sommasini tushiradigan to'van o'simni refinance qila oladi degan gap. Bu tuzum Amerikada hozirmi mavjud, uning qarta kishilar har xil qarashda bor, kishilarmi bor, ba'zi hisoblashtlar nima desa, bu uyni burun to'van mortgage nisbati to'van chaqda uy sotib olganlarga nisbatan foydali vaziyatni shakllantirib, o'sim o'sib ketgan vaqtda uy olamiz deydigan yangi avlodga, masalan, Generation Z, Generation X deb qo'ydik, X avlod, X avlod emas. Z avlod deymiz. Z avlod deganlarga nisbatan aytgan vaqtda bularning uy bozoriga kirib, uy bo'lishiga nisbatan to'saqlik rol o'ynaydi. Burun uy sotib olganlarga nisbatan foydali vaziyatni yaratadi. Shunga bu tuzumni o'zgartirish kerak deb aytganlar. Lekin menimcha unda oson emas. Ammo Amerikaning shu uy sotilishda qo'llanilgan 30 yillik qarz berish tuzumi, mortgage tuzumi Ikkinchi dunyo iqtisodiy bo'hron
1930 yildagi iqtisodiy bo'hrondan keyin barbara shu barliq kelib hamıyla bo'lib 60 yilga kelgan chaqda bu zo'rayib hozirgi holatga kelgan. Bu to'g'risida shundoq bilib qo'ysang bo'ldi. Shunga o'sim kelar yillar yana tushgan vaqtda, o'sim tushgan vaqtda, mortgage rate tushgan vaqtda hozir yuqori nisbatda uy elib olganlar refinance qilsanglar texmi yaxshi bo'ladi. Buni men ko'pchilikdan bilib qilishini umid qildim. Bu tuzum hamma davlatda bor emas, iqtisod taraqqiyot hamma davlatda bor emas ekan. Kanadada yo'q deb yozibdi ekan, New York vaqti gazetasining iqtisodiy muxbiri. Men Kanadadagi hamsoyalardan surishtirib baxsam, ulardimi 30 yillik bor ekan, lekin ma'lum shartlar o'xshamaydi Amerikanikilar. Daniyadami bor ekan 30 yillik, Yevropadagi, ammo Daniyada o'sitilish uchun to'laydigan zakalat pulining so'misi yuqori, qarz berishdan shartlari ekan. Germaniyada shu ahvolni emas. Germaniyadan bor ekan 30 yillik qarz, ammo siz qaysi nisbatda olgan bo'lsangiz, shu uyni, shu qaysi mortgage-ni ta 30 yilgacha shu o'zgarmaydi. Refinance qayta qazo qilib qo'ymaydi ekan. Bu rasmo yolg'onmi? Mushu nimani anglaganlar, mush leksiyani anglaganlar Germaniyada ulab qolsanglar, bu ahvollarni men shu degan men anglagan ahvollarninki ras yolg'onlik haqida ikki qiz so'z qoldirib qo'ysanglar, ko'pchilik bahrilanda bilib olamiz degan gap. Yashayotgan muhitimizni bilganimiz yaxshi degan gap. Angliyadami unda emas o'xshaydi. Angliyada bunda jiq bermaydigan o'xshaydi. Unda jiq uzun mezgil 30 yillik bermaydigan o'xshaydi. Ammo bu Amerikalar buning keyinida hukumat deydigan xulosa chiqadi bundan. Shunga uy olgan qarindoshlar buni tushunib qo'ysin dedim. Endi oxirdagi gap men shu eglik tiklash to'g'risida bir turkum leksiyalarni sunaman degandim. Bugun sal jiqroq so'zlab qoldim. Shuning uchun men so'zim keyinga qoldi. Men kelar qatim Eric Rice'ning Lean Startup degan modelini, ya'ni eglik tiklashlar hozir bak modulatgan eglik tiklashlarning orasida bir xil eglik tiklash tijorat modeli. Bu haqida bir tushuncha beraman. Lean Startup deganda lean degan gapning o'zi o'roq, yenik degan gap bizning tilimizda. Men uni apchil boshlash deb asaq to'g'ri bo'ldi ekan dedim. Apchil boshlash, apchilgina ishni, apchil bilan boshlash degan. Bu to'g'risida so'zlab beraman kelar qatımlıq leksiyada. Anandan keyin bir hemşerimiz bir uçurlarını avatibdi ekan. Men shu nimaning keyinida shuni bir xizmat izlash munberininki uçurni avatib qo'ying. Bizning Uyg'ur jamoatimiz paylansa akamani bir ham bahrlab qo'ysangiz deb. Bu hemşerimizga bir rahmat. Mana dunyoning hamma yerida bizning Uyg'urlarimiz muayyan fursatlarga erishsa, bizning kishilarimiz menfaatson foydali olsun bularga deb ko'ngil bildirgan qarindoshlarimiz bor. Mana shunday hemşerimiz ve mushu xil iddia fazilatli kishilarimizning hammasiga ko'p tashakkur. Yaxshi uchurlarni ko'pchilik shunday bir-birimizni paylaşganimiz yaxshi, ham bahrlashganimiz yaxshi. O'zimizning ish yaxshi olsun, atrofimizga odamlarimizning ish yaxshi olsun. Hammalarga xotirjamlik, moddiy va ma'naviy quvvat tilayman albatta. Har doim. Rahmat.